Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga qonunchilikdagi yangiliklarni yetkazmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabr kuni 246-son farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-apreldan quyidagilar uchun to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar: elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvdan foydalanganlik uchun to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, transportlarga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft, gaz mahsulotlarini sotish va elektrda harakatlanadigan transportlarni zaryadlash bo'yicha xizmatlar, qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovar va xizmatlar, ko'chmas mulk obyektlari, ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan MNO va G toifaga kiruvchi transportlar hamda maxsus avtotransport vositalarini sotish va sotib olish. Hurmatli fuqarolar, huquqiy yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish uchun Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining Telegram kanaliga obuna bo'ling.